Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun mana 12-mart 2026-yil navbatdagi Labo'ga chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Karim bobo qishlog'idan yetib kelibdilar. Laboni ichlariga, atroflariga polni shumkali qilib tunika o'radik. Akamiz o'zini labosini rezinkasi bor ekan. Yaxshi holatda turibdi ekan. Shunaqa rezinkalarimiz ham alohida sotuvda bor. Mana bu joylariga mana ko'rishingiz mumkin. Konteyner pollar qo'yilgan. Bu narsalar teksa bemalol, teksa ham, qattiq teksa ham bukilmaydi. Kuzovga zarar yetkazmaydi. Mana bu joylarda mana ko'ribsizlar, Penaplex shumkalarigacha bor, yonlarigacha bukib chiqilgan mana. Issiq sovuqda orqadan ushlashlik uchun ham qo'yiladi Penaplexda. Yonlar taglarigacha 1,5 sm ichkariga qaytgan. Mana ochganda qo'lni kesmaydi, ilmaydi. Shunaqa chiroyli holatda bo'ladi. Bizda yana nima bor? Alohida sotuvda poliga rezinka bor, yoniga sondiq, tomiga bagaj, orqasiga durgalari bor. Murojaat uchun mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Haftaning 7 kun davomida ishlaymiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bardon qishlog'ida. Zakotovkalar bor. 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Like bosinglar, sog' bo'linglar.